Mana bu choyni ichayotgan vaqtimizda issiq bo'ladi-da, biz odamlar choyga puflaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam choyiga puflashlikdan nima qilganlar? Qaytarganlar. Domla endi puflab qo'ysak nima bo'ladi degan ba'zi paytda savol bo'lsa, bu odamga o'zini sog'ligiga juda kerak-da, biz aytamiz. Siz puflasangiz inson toza havodan nafas oladi. Karbonat angidrid degan gazni chiqaradi. Agar o'sha ikkinchi marotaba insonning ichiga qaytib kirib ketsa, rakka sabab bo'lar ekan. Qarang, sunnatda qancha foyda bor. Biz puflaganimizda toza havo chiqmaydi insondan, ishlanib bitgan qondagi nima o'sha aylanib bir abrobotga bo'lib ishlanib bitgan havo chiqadi, karbonat bitmaydi. Uni yana puflab turib, qaytarib ichsa, rakka sabab bo'lishligi mumkin ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Puflashligi mumkin emas, Buxoriyda kelgan hadis. Va o'ng qo'l bilan ichiladi. Boshqa qo'limiz bilan emas, qayer bilan?